to'g'ri tanlov. Efirda tabriklar, studiya mikrofonlari qarshisida esa chiroyli va betakror ovoz sohibasi Mahliyoxon. Alo. Assalomu alaykum. Hasanboy aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Sizni bemavrid bezovta qilib qo'ymadikmi? Salomat bo'ling. O'zimni tanishtirsam, ayni daqiqalarda sizni O'zbekistondan tabriklar loyihasidan bezovta qilyapmiz. Bugungi Allohimizga suyukli banda, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz qarshi olgan yana bir go'zal yoshingiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bugungi tavallud ayyomingiz bilan tabriklash, xursand qilish maqsadida biz loyihamizga sizga atalgan go'zal bir tabriknoma yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Mana shu tabriknomani kim yo'llagan bo'lishi mumkin? Yana taxminingiz bormi? Bugun meni eng yaqin insonlarimdan biri akajonimning tavallud ayyomlari. Akajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Meni suyangan tog'im, meni tayanchim deya sizga ta'riflar bergan. Bugun sizni kuyovingiz Kamolbek, singlingiz Intizorxon opamiz tabriklayotgan ekanlar biz orqali. Barcha yaqinlaringiz nomidan, jiyanlaringiz Bilolbek, Mustafolar nomidan yetib kelgan edi mana shu tabriknoma. Agar ijozat bersangiz, singlingiz tomonidan kelgan tabriknomani o'qib eshitiraman, maylimi? Assalomu alaykum. Menajon yuksak hurmatga ega bo'lgan, biz uchun juda ham aziz va qadrli bo'lgan akajonim. Bugungi tavallud ayyomingiz qarshi olgan yana bir go'zal yoshingiz muborak bo'lsin. Baxtimizga doimo sog' salomat bo'ling. Umringiz uzun, hayotingiz sermazmun bo'lsin. Siz bizni suyangan tog'imizsiz. Ilohim martabangiz ulug', yuzingiz har yerda yorug' bo'lsin. Ikki dunyo saodati hamisha sizga yor bo'lsin. Nimaki orzu niyatlaringiz bo'lsa ijobatini ko'rib yuring. Aka singillik rishtalarimiz bardavom bo'lsin. Sizdek akam borligidan juda ham faxrlanaman. Bugun sizga eng ezgu, samimiy tilaklarimni yo'llab qolaman. Hayotingiz davomida mehr, muhabbat, baxt va saodat hamisha sizga yor bo'lsin. Robbim sizni go'zal baxtlar bilan siylasin. Ikki dunyoda aziz va mukarram bo'lib yuring. Kelajakda hojata degan ulug' nomlarga ham sazovor bo'lib yuring. Ilohim ota-onamizni duolarni qilishda, xizmatlarni qilishda hamisha bir safda, baxtli kunlarda ham, baxtli lahzalarda, baxtli kunlarda ham bir safda bo'laylik. Sizni juda ham yaxshi ko'raman deya mana shunday chiroyli tilaklarni yo'llab qolgan ekanlar. Rahmat. Ketdi. Mana yaxshi ko'raman. Salomat bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Siz bor yashab yuribman kamsiz. Mening foydam uchun hakamsiz. Men tanigan dunyoda hamma akalarning zo'ri akamsiz. Oilamiz g'amini yeb yashar, baxtimizga jonini to'shar. Yurishlari dadamga o'xshar. Akalarning zo'ri akamsiz. Suyanching kim degan paytdaman. Sizni deyman, qaytaman. Boringizga shukr aytaman. Akalarning zo'ri akamsiz. Menga yomingiz muborak bo'lsin. Yaqinlaringiz uchun aytar so'zlaringiz bo'lsa eshitamiz sizni, marhamat. Sizlarga rahmat. Tabriklab turganingiz uchun singlimga rahmat aytaman. Aymullaning umrlari uzoq bo'lsin. Jiyanlarimiz kuyovimiz bilan baxtli bo'lsin. Bizlarni shunday tabriklab o'tirish nasib etsin. Ilohim aytganingiz kelsin. Yaqinlaringiz ardog'ida hamisha mana shunday baxtli kunlarga, baxtli lahzalarga guvoh bo'lib yuring. Bugungi tug'ilgan kuningizni yaxshi kayfiyatda, yaxshi insonlar davrasida nishonlash nasib qilsin. Salomat bo'ling. Bizga ajratgan vaqtingiz uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Rahmat akajon. Rahmat, salomat bo'ling. Mana bu go'zal tarona siz uchun. Bir yurak ostida yaralganimsiz, yiqilsam tog' bo'lib
suyanganimsiz 5 kunlik dunyoda o'zidan ko'proq men uchun omadlar so'raganimsiz. Har yerda yelkangiz suyanchim bo'ldi, akam deb so'zlasam yuragim to'ldi. Bolalik chog'imdan, yoshlik chog'imdan men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Men faqat bir sizga o'xshagim keldi. Ertaroq ulg'ayib qolgan akamay, dardimni mendan ko'p bilgan akamay. Sochlarim qorasin siz uchun beray, men uchun borini bergan akamay. Akajonim, 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 jonim akam. Akajonim, 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 jonim akam. Erkaroq bo'ladi ukalar bilsam, siz borsiz boladay qoldim men hardam. Yigitga 3 bora omad kelarkan, mening ilk omadim sizsiz jon akam. Yoshlikdan almashib kiyim kiyganim, yelkasi hamisha toychoq bo'lganim. Bir kosada ovqat yegan chog'imiz, men uchun go'shtlarin terib berganim. Akajonim, akajon